Assalamu qayrindishim. Navruz bayramimiz qutlug' bo'lsin. Vaqtingizda nasr Navruz bugun, bayram bugun. Avtori Dildoz Telma. Navruz bugun yeni bir yil bag'rini ochgan. Bahar tunji qadamini olgan, daryolar jo'shqin urib, yer zamin sazin chalgan. Allah'tan bizga yeni bir umid, yeni hayacan, yepyeni bir can ata bo'lgan. Bulbullar xandan urib, dillari shodlikqa to'lgan. Navruz ma'nosiga ma'no qo'shgan bayram bugun. Bayram bugun ko'ngillari kuladigan, ko'zlari chaqnaydigan, mehr buluqi iqin yasab oqadigan. Ümid do'lqinlari bujg'unlab o'qchiydigan. Shuna tabriklar yig'ib atgan, go'zal kuylari yangrab atgan. Bizni qaplagan mudhish zimistonga qormizga qaramay chechaklar ichilgan. Qalblari illig'an Navruz bugun. Navruz bugun bir ruh, bir jasoratda xalqim g'ayratga to'lgan. Qayg'ular ichidan takrar tik turgan. Zimistondan bix urib chiqib, insonlik burchini namoyon qilgan. Ati uchun, avlod uchun mehnat ta'rin tikib atgan. Mo'rini mo'riga terab, qo'lni qo'lga tutgan. Qayg'ularga g'amxon, orzularga darmon. Navruz bugun, bayram bugun. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Kirishtirgan musiqani Dilfiruz xonim ishlagan.